uyimizda ishlamaydigan, lekin hamma narsaga haqqi bor oilamiz a'zosi mana mana shu bo'ladi. Quyonchamiz bo'ladi bizani. Hech qayerda ishlamaydi bu. Bu yeydi, ichadi. Lekin ertalab saharlikka turadi. Lekin kunduzi 100 marta ovqatlanib yuboradi, ro'za tutgan odam. Mana. Xohlagan joyiga kirib yotadi, xohlagan ishini qiladi. Uyimizda hisob kitobi, buxgalteriya ishlari hammasi shuni qo'lida. Uyga kim keldi, kim ketdi, mana shu quyonchamiz tekshiradi. Hamma narsa quyonchani qo'lida. Ana qo'lini qaranglar, quyoncha qilib yotadi. Ana. Bu morojniy bu, qaymog'i bor ichida, yong'og'i bor, qulpinoyi bor, hamma narsasi bor buning ichida. Uyimizni qorovuli bu. Ana. Dumlarini likillatib yotadi mana. Eng baxtli odam shu hayotda. Hech narsani o'ylamaydi. Lekin buxgalter